yerdan bitta qabrni toshini tortib ko'rdik. Bu yer qabr ochiq. İçinde sehr qilingan narsalar yotibdi. Qo'g'irchoqlar bor. Endi bizni bu yerda imkoniyatimiz yo'q uni ichidagi narsalarni olishlikka, menimcha bizni imkoniyatimiz bo'lmasa kerak. Bu yerda nechta qo'g'irchoq qani? Qo'limiz ko'p ham yetmaydiganga o'xshaydi. Tortinchi, qo'lingizni olingchi, men qo'lingiz. Mana bitta qo'g'irchoq bor ekan. Mana 3 ta qo'g'irchoq yotibdi, 3 ta dotda. Bularni qanday qilsak ola olamiz? Endi bizga ko'p ham olishga imkoniyat yo'qqa o'xshaydi, ololmaymiz shekilli. Qani, yon olayman. Yo'q, bu jicha uzoqroq pastroqda turibdi. Buni ola olmasak kerak bu. Jicha ozgina kengaytirib olaymi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz mana bu yerdan ba'zi qabrlar yonlaridan mana bu narsalarni qarab chiqdik. Mana bunday o'sha kesaklarga qo'g'irchoqlarni o'rab, xuddi mana o'likni ko'mgandek qilib. Mana bularni shularga o'rab tashlagan. Biz bularni keyin o'sha mana bu qizga ham shu sehr qilingan. Yana mana bu yerda yana bir qizlarni suratlari turibdi, sehr qilingan. Mana bu qo'g'irchoqqa sehr qilingan. Mana bunday qilib bu qog'ozni ichini hali ochib ko'rmadik. İçidagi qog'ozni ochib ko'rmadik, qanday sehr qilingan. Mana kalit deysizmi? Mana qilib ipga dam solganmi, o'qiganmi, mana sehr qilgan. Yana mana buning ichida ham o'sha ignalar, mana qog'ozni ichida ham. Mana bu yerda hali biz o'qib ko'rmadik nimalarni yozgan. Endi hozir bularni qarab ko'ramiz inshaalloh. Mana bir qancha xullas mana bunday narsalar sehr qilingan, ichida har vaqolari bor. Shu kimga qilingan bo'lsa, shu sehr bularga ta'sir qilingan bo'lsa, inshaalloh o'qib bu tugunlarni yechib qo'yamiz, ignalarni sug'urib tashlaymiz inshaalloh. Yoqib yuboramiz. Yoqadigan narsalarini bular og'riyotgan bo'lsalar, Alloh taolo bularga shifoyi tommalar bersin. Mana shularga mana shunday sehrlar qilingan. Biz hali ham shu Sulaymon tog'i oldida qabristondamiz. Mana yana bir qabrni oldidan mana bu chiqayotgan narsalarni qarang. Endi buni ichida qanday qog'oz bor, nima yozilgan ekan, birgina Alloh biladi. Bizni bu yerda og'riyotgan singlimiz hozir juda ham mana shunaqa narsalar chiqqan sari juda ham qattiq qiynalib, hozir og'riyapti hozir. Mana bu yerda yana bir g'isht jilgan turibdi. Bismillah. Mana shu joyini ham qarab ko'ramiz. Aha, mana nima qilingan ko'rdinglarmi? Bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, Aysalqin degan qizga qilingan. Mana Alloh taolo la'natlasin bunday amalni qilgan odamlarni. Hozir mana shu g'ishtlarning ostini ham qarab ko'ramiz. Bismillah. Mana o'ylaganimizdek mana shu yerda ham
mana bunday qog'ozlar. Bu amalni qilguvchilar uchun Allohning la'nati bo'lsin. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz bir sabablar bilan O'shga Sulaymontog' qabristoniga kelib qoldik bir sabablari bilan. Shu yerda bir narsalarni biz qarashimiz kerak bo'lib qoldi. Mana bu qabrdan bizni birinchi guvoh bo'lgan narsamiz, bir qabr chekasida mana bu pichoqni kavlab topib oldik. Ikkinchi qabrning oldiga kelganimizda bak qo'g'irchoqni ko'ryapsizlar. Bak qo'g'irchoqni mana bunday qilib oyoqlarini bog'lab, mana bunday qilib tiqib qo'ygan. Bo'yinlarini ham bog'lab tashlabdi. İnşallah biz bunu o'qib yechib tashlaymiz, yoqib yuboramiz inshaalloh. Bu amalni qilayotganlarga Alloh subhanahu va taoloning la'nati bo'lsin, bunday amalni qilayotganlarga. Birodarlar, bunday amalni qilishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu amalni qilguvchi odamlar dindan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo sehr bilan og'riyotgan birodarlarga shifolar bersin.